Avstraliya Davlat Mudofaa Ministri Peter Dutton Amerikaning Tayvanni Xitoydan qo'g'dash tirishchanligini qo'llaydiganligini aytdi. Dutton Avstraliya matbuotlariga bergan bayonotida Xitoyning harbiy faoliyatlarining kun sari kuchayishi sababidan rayonda kelib chiqqan andishalar haqida to'xtaldi. Dünya Uyghur Qurultayı 14 noyabr Çığның paytaxtı Pragada açılgan 7. navbatlik umumiy yig'inning saylam natijasini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, Dünya Uyghur Qurultayining sobiq raisi Dolqun Aysa mutlaq ko'p sonliq ovoz bilan yangidan raislikka saylangan. Saylamda yana Dünya Uyghur Qurultayining yangi bir navbatlik rahbarlik guruhi saylab chiqilgan. Her qaysi davlatlar Birleşken Davlatlar Tashkiloti 26 navbatlik klimat o'zgarish yig'inida kelishim hosil qilib, kelar yilining oxirida 2030-yildagi bulg'imi qo'yib berishni azaytish nishonini kuchaytirishga qo'shildi. Shotlandiyaning Glasgow'da o'tkazilgan yig'inida ba'zi qarshiliklarga qaramay suhbatga qatnashgan barliq davlatlar bu kelishimga imzo qo'ydi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price Xitoy hukumatini Uyg'urlarga qaratayotgan jinoyatlarni oyoqlashtirishga chaqirdi. U Amerika Yahudi qirg'inchiligi xotira muzeyining Uyg'urlar to'g'risidagi maxsus dokumentlarining e'lon qilinish munosabati bilan yuqorgi chaqiriqni e'lon qilgan bo'lib, Twitter'dagi rasmiy hisobida bunday degan: Biz Amerika Yahudi qirg'inchiligi xotira muzeyining chaqirig'iga ovoz qo'shamiz. Xitoy Xalq Jumhuriyati Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga va boshqa osonlik millat a'zolariga qaratgan insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarni to'xtatish kerak. Saudiya Arabiston Tashqi ishlar ministri Faysal bin Farhan davlatining Eron bilan davomli suhbatlashadiganligini va ularning pat yaqinda yangi bir navbatlik suhbat boshlashni umid qiladiganligini e'lon qildi. Bin Farhan Fransiya 24 kanaliga bergan bayonotida Saudiya Arabiston bilan Eronning oldingi 4 qitimliq suhbatining faqat izlanish maqsadida ekanligini, ammo ikki tarafning aloqalashishni xohlaydiganligini bayon qildi. Amerika prezidenti Joe Biden 11 noyabr kuni Huawei, Zhongxin qatorliq bexatarlikka tahdid deb qaralgan Xitoy shirkatlarining Amerikadan yangi asboblarni sotib olish ruxsati olishini cheklash qonun loyihasiga imzo qo'ygan. Amerika hukumatining Xitoy telefon va texnologiya shirkatlarini cheklashni nishon qilgan bexatar asboblar qonuni nomli bu qonun loyihasi 28 oktyabr Amerika Kengash palatasi, uningdan sal burun Avom palatasi tomonidan ma'qullangan edi.